Ertalabdan Farg'ona shahridan Vadirpo'st tomon yo'l oldik, chunki biz chegaradan o'tib Qirg'izistonga o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin bo'lsa Oqqayan degan joyga qarab yo'lga chiqamiz. Vadirpo'stiga keldik. Ozgina ochritlar bor. O'zbekistondan chiqishda ham va Qirg'izistonga kirishda ham ochritda turdik. Va nihoyat ochritlar tugab, chiqib, shunaqa mashinaga o'tirdik va Oqqayan tarafga qarab yo'lga chiqdik. Yo'ldagi manzaralarni o'zlaring ko'rib baho berishlaring mumkin. Juda ham chiroyli joylar ekan. Sizlarga bu joyda qisqacha obzor qilib beraman. Bu joy hozir yomg'ir yog'yapti. Bir quyosh chiqib ketar ekan, bir yomg'ir yog'ar ekan. Xullas, ob-havosi har yarim soatda almashib turadigan joy ekan, va shu chotki. Oqqayan deyilar ekan bu joylar. Bu taraf Dugoba, Shahmardon ham shu tarafga borsa bo'lar ekan. Shahmardonga ham bu tarafdan kelindi. Bunga kelib, mana bu mashinaga keldik. Va bitta ko'rib turganlaringdek, shunaqa turistik zona bor ekan. Ba'zi hamma sharoitlar qilib berilgan. Kachelilar har xil. Burada ham katta kachelar bor. Zipline bor ekan. Zipline unda ham kuchli, asha chotki. Ba'zi oshxona, hamma sharoitlar bor oshxonasida ham. Ba'zi o'tovlar, so'rlar bor ekan. Uni so'rda o'tirdik biz. Ba'zi ham bor, har xil so'rlar. Mana kichkina katta har xil. Undaqa o'tovlarda ham o'tirsalaring bo'lar ekan, bemalol. Yengil mashinalar ham chiqqan, ko'rgan bo'lsalaring. Yaxshi tortadigan bo'lsa, chiqsa bo'ladi yengil mashinada ham. Shunaqa crossover mashinalari xohlasalaring, o'sha tog'lar tevalariga olib chiqib kelishar ekan. Hozir biz sheringlar endi o'sha mana bu tarafda toqqa ketishni hozir ko'rsataman. Naryoqda ham bor, kachelilar, naryoqda bilyard ham bor. Agar kimgadir qizig'i bo'lsa, bilyard xonasi ham bor ekan. Hammasi shu so'rining ichida. So'ra oladigan bo'lsangiz, mana kacheli boshqa narsalar hammasi bepul bo'lar ekan. Asha chotki. Mana zipline'ga alohida pul to'lanar ekan. Bizning pulga bir 30 ming so'm bo'ldi. So'risi ham uncha qimmat emas, u ham 30 ming so'mdan kishi boshiga. Mana shu tog'larga xohlasalar ham olib chiqib kelishar ekan, tog'li joylariga. Beri Farg'onadan tashqariga chiqqanim yo'q edi. Faqat ish yo'q bo'lgandi. Odam baribir hech qayerga chiqmasa, siz zerikib, xullas qanaqadir siqilib olar ekan. Shuning uchun ko'proq sayohatga chiqib turish kerak baribir. Nima deydi? Hayotni bitta kitob qilib oladigan bo'lsa, biz yashab turgan shahrimiz bitta varag'i xolos. Kitob to'liq ko'rib chiqishimiz uchun baribir har xil joylarga sayohat qilish kerak. Va dunyoda har xil nimalarni ko'rish kerak. Bunaqa go'zal joylarni.